Savol: cheklanmagan sug'urtada kimlar avtomobilni boshqarishi mumkin? Masalan, akamni avtomobilini tanishimga boshqarishga bersam bo'ladimi? YPX xodimlari to'xtatganda muammo bo'lmaydimi? Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 8-bandiga asosan, agar sug'urtangiz cheklanmagan bo'lsa, ushbu avtomobilning yaqin qarindoshlari, ya'ni ota-ona, aka-ukalari, opa-singillari, yoki xotini tomonidan boshqarsa bo'ladi va ushbu shaxslar boshqa bir begona tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lgan insonga boshqarishga berishlari mumkin. Soddalroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, akamga tegishli bo'lgan avtomobilni yoki ishonchnoma orqali boshqaradigan avtomobilimni o'zimning tanishimga boshqarishga berishim mumkin. Faqat yonida men o'tirgan bo'lishim kerak, uning haydovchilik guvohnomasi bo'lishi va sug'urta cheklanmagan bo'lishi shart. Shu sababli hurmatli haydovchilar, cheklanmagan sug'urta olishingizni tavsiya beraman. Buning uchun ROD24 ilovasidan sug'urta sotib olishga kiramiz. Biz cheklanmaganini tanlaymiz. Bu yerda sug'urta kompaniyalari random tarzda tanlanadi yoki istaganingizda tanlashingiz mumkin. To'lov summasi esa 384 ming so'm. Shu tariqa cheklanmagan, ya'ni VIP sug'urtani sotib olasiz. Agarda videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan ROD24.